Azizlar, mana bugun biz Toshkent viloyatida joylashgan bir obyektimizga kombo va plise jaluzilarni o'rnatishga keldik. Ish jarayonlarini kuzatib boring, bizdan uzoqlashmang. Ko'rib turganingizdek, bu obyektimizning oshxonalari, bu o'zi ishlab chiqarish korxonasi ekan, to'q biznesi bilan shug'ullanishar ekan mijozimizda. Shu oshxonalariga plise hamda kombo jaluzilarni o'rnatib bergani ishni boshladik. Bizdan uzoqlashmaydi. O'rtoqlar, mana bu xonalariga ham chiroyli qilib mana kombo jaluzilarni qo'yib berdik. Mana ko'rib turibsizlar, quyosh nurini anchagina qaytarib beryapti. Barchalarga shunaqa kombo jaluzilar tavsiya qilamiz. Ishlatilishini ko'rdinglar boya, mana juda ham oson. Mana o'zingizlar qolgan ish jarayonlarini video davomida kuzatib borsanglar bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Hurmatli mijozlar, menga yana yarashar ekan bunaqa direktorskiy stollar. Ko'rib turganingizdek, bu xonalarga ham chiroyli qilib mana kombo jaluzilarni o'rnatib berdik. Yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Mijozlar, mana oshxonalariga ham chiroyli qilib kombo jaluzilarni qo'yib berdik. Mana ko'ringlar o'zingizlar. Ko'rib turganingizdek, den hamda noch rejimida ishlaydi bu. Quyoshni 70% gacha nuridan himoya qilib beradi, quyosh nuridan. Ochib yopilishi ham juda ham qulay. Mana oxirgacha yig'ib qo'yganda oynani bemalol ochib yopsangiz bo'ladi. Jaluziga xalaqit bermaydi. Tushirish ishlarini ko'rsatib bo'ladi. Eshiklariga esa plise jaluzilarni qo'yib berdik. Plise jaluzini o'zingizlar bilasizlar, ham tepadan pastga, pastdan tepaga ishlatsanglar bo'ladi. Bu ochganda ham misol uchun xalaqit bermaydi. Yopib qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana yopib qo'yib, eshik ochilganda eng muhimi hech qanaqasiga xalaqit berib, taqir-tuqir qilib, asabiylikka tegmaydi. Sherzod aka, charchamayapsizmi? Zo'msiz, sog'ligingiz yaxshimi? Sherzod aka, ishimiz yoqdimi? Sizga ma'qul bo'ldimi aka? Ha, yaxshi, sifat yaxshi. Yoqdimi? Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi aka? Narxni olsa yaxshi. Bemalol, qo'rqmasdan chaqirsa bo'ladi. Yaxshi amalda sifatda. Aka, xizmatingiz yoqqanidan xursandman. Sog' bo'ling, omon bo'ling aka.